Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Hamma sog' salomatmi, yaxshimisizlar? Ertalabdan mana kun qizishni boshladi. Chilla iyul oyi. Xudoga shukr, mana shu yozni ham uzun vaqtida bo'lgani yaxshi, bu ham yaxshilikka. Ko'chada yuradigan odamlar bu paytda ozgina qiynaladi, ko'p suv ichadi. Shunga bitta kichkinagina miyamga bir fikr keldi. Bu foydali bo'ladi degan niyatda bu narsani sizlarga ilindim. Ko'pincha zalga boradigan sportsmenlar ko'p terlashi, o'sha jismoniy mashqlar ta'sirida ko'p terlagandan keyin ko'pincha izotonik ichishadi. Uni tayyorlari ham bor izotoniklarni, lekin hammani ham qurbi yetmaydi u narsani olib ichishga. Suv yo'qotganda, organizm suv yo'qotganda ichiladigan aptekada ham o'rsa degan bir ichimlik bor. O'shanga o'xshagan bu narsani har bir inson uyda tayyorlasa bo'ladi. Oddiy 1 litr suvga 1 choy qoshiq asal, yarim choy qoshiq tuz solinadi va bitta butun limonni ikkiga bo'lib, yarmini o'shani ichiga siqib solib yaxshilab aralashtirsa, eritib olsa, asalini, tuzini eritib olsa va o'shani ozginadan ichib yursa, va 1 litr suv, balkim buni ko'proq qilsa ham bo'ladi, kimga qanaqa suv ichishiga bog'liq. 1 litr suvni sostaviga yarasha dozasini aytdim. Bu nimaga yordam beradi desangiz, tuz organizmdagi shu minerallarni ushlab qolishga, namlikni ushlab qolishga yordam beradi. Tuz o'zida namlik saqlash qobiliyati bor, o'sha tortish qobiliyati bor, organizmdagi suvni chiqib ketmasligiga harakat qiladi. Asalni funksiyasi inson holsizlangan paytida o'sha ozgina bo'lsa ham energiya beradi. Asal shu kuch beradi, ozgina energiya beradi, kaloriya hisobiga o'sha shakar, uglevod berganda xuddi shunaqa asalni foydasi charchoq bo'lganda o'sha odamga ozgina bo'lsa ham kuch beradi. Endi tuz bilan asalni aralashmasi qanday bo'ladi desanglar, ozgina to'g'ri g'alati ham bo'ladi. O'shaning uchun ozgina limon sovorilsa, limon ham salqinlashtiruvchi xususiyatga ega va yaxshi ta'm beradi. Shuni 1 litr suvda agar shu narsani yaxshilab aralashtirib, eritib olib ichib yursa, juda ham yaxshi foyda beradi. Buni ishlatib, o'zinglar shuni ishlatib ko'ringlar, foydasi bor albatta. Oddiy suv ichgandan ko'ra, oddiy suvni ichgandan keyin uni terlaganda tez chiqib ketadi. Hozirgi izotonik aytgan narsam organizmdan chiqish qiyinroq. Shu bilan birga ozgina organizmga kuch ham beradi, energiya beradi. Foydalanib ko'ringlar. Sog' salomat bo'linglar, kuninglar xayrli o'tsin.